Assalomu alaykum. Yangi bot ishga tushirdik. Ya'ni bu ingliz tili o'rganuvchilar uchun juda qulay deb o'ylayman. Ya'ni bu Wordy deb nomlanadi nomi. Demak, umumiy Wordy uz bot. Mana shunaqa deb qidirsangiz topasiz. Demak, juda ham qulay. Qulaylik tarafi nima? Siz misol uchun xohlagan bir so'z yozadigan bo'lsangiz, bu so'zni quyidagi holatda chiqarib beradi. Misol uchun work. Misol uchun work so'zini yozamiz va bu yerda sinonimlari, antonim, tarjimasi, o'qilishi, misollar, audio holati va AI tahlil bilan beradi. Misol uchun sinonimga bosadigan bo'lsa, bu yerda ko'rib turganingizdek sinonimlarni chiqarib beradi. Antonimlar, demak, bu yerda ham demak ko'rishimiz mumkin. Tarjimasi, ya'ni o'zbekcha tarjimasini chiqaradi bu yerda. Mana o'qilishi, demak, work. Misollar ham beradi. Ko'rib turibmiz, mana 4 ta misol berdi. Va bu yerda AI tahlil biroz o'sha tirbandlik bo'lganligi sababli, ya'ni ko'p yuklanib bo'lganligi uchun chiqarmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin kutib turadigan bo'lsa, bu ham AI tahlil ham chiqadi. Mana AI tahlil juda ham, ya'ni hammasini bittada chiqarib beradi. Ya'ni work so'zi, demak tarjima va demak tushuntirilishi, sinonimlari, antonimlari va demak pastda misollar va misolni o'zbekchasi ham beriladi. Va pastda bosadigan bo'lsangiz, demak audio talaffuz bu yerda xuddi demak haqiqiy insondek talaffuz qiladi. Work. Yeah. Work. Mana shu holatda. Demak, o'ylaymanki, juda ham ma'qul va sizga qulay. Eng muhimi tekin. Qidirib ko'rasiz, demak yozib qo'yaman yoki video tagida havolada qoldiraman manzilni.